Assalomu alaykum hammaga. Men katta bo'lsam prezident bo'lmoqchiman va menga o'xshagan bolalarga yordam bermoqchiman. 3-abressalardan o'tib insonlar menga boshqacha ko'z bilan qarashni orzu qilaman. Oxirgi abressalarimga sizlardan yordam, duolar kutib qolaman. Menga shu 3-abressalarimga yordam qilgan, nukson qilgan odamlarning barchasidan Alloh rozi bo'lsin. Men sizlardan duodaman. Oxirigacha yo'llaringizni ayamangizlar. Hamisha sog'lig'ingizda men sizlarga yaxshi ko'raman. Kuch birlikda hamisha birga bo'lamiz. Hammaga kattakon rahmat. Xayr, ko'rishguncha. Assalomu alaykum barcha qardosh xalqimiz. Barcha O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston bizani barcha qardosh xalqimiz va bizani chetdan kuzatayotgan musofir akalarimiz. Videoga befarq bo'lmaysiz degan umiddamiz. Chunki biz yana Xudo xohlasa xayrli ishlarni boshladik. Va bizning keyingi xayrli ishimiz Foziljonning oxirgi operatsiyasi bo'ladi va mana shu oxirgi operatsiyasida sizlar bilan birgalikda muvaffaqiyatli amalga oshirish arafasida turibmiz va sizlar bilan birgalikda mana shu operatsiyasini amalga oshiramiz. Hozirgi kunda Foziljon oxirgi operatsiyasi plastik jarrohlik amaliyotini amalga oshiradi va Hindistonga yuboramiz. Va mana shu Hindistonda bo'layotgan operatsiyada sizlar bilan birgalikda operatsiya pul mablag'larini yig'ishimiz juda ham kerak. Hindistonda bo'ladigan operatsiya summa miqdori operatsiyaning o'ziga 8,5 ming dollar pul ketadi va tekshirishlariga 500 dollar pul ketar ekan. Ekranda ma'lumotlarni qoldirib qo'ydim. Ya'ni taklifnoma biz hozir Foziljonning analizlarini jo'natganimizda mana shu summa ketadi deb yozilgan. Ya'ni 9 ming dollar ketadi va mehmonxona xizmati, yoqdagi yurish xizmatlari uchun yana 1000 dollar qo'shsak, taxminan 10 ming dollar va undan yuqori summa bizga kerak bo'ladi. Plus minusi bilan. Va mana shu summada sizlar bilan birgalikda summani yig'amiz va Foziljonni albatta Hindistonga kuzatamiz. Summalarda albatta ehsonda bardavom bo'lasiz degan umiddamiz. Foziljonga shuncha yordam berib keldik, 2 yil, 3 yildan beri yordam berdik va oxirgi operatsiyasida ham Xudo xolasa yordam beramiz. Kuch birlikda Foziljon uchun yordamni ayamaysiz degan umiddamiz. To'g'rimi Foziljon? Davay, sog' bo'lasiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening farzandimning taqdiri sizlarning qo'llaringizda. Sizlardan iltimos, mana shu Fozilbekim uchun 3-operatsiyalar uchun yordamlaringizni ayamangizlar. Bolamiz sizlarga juda umidlar katta. Iltimos, Fozilbekka yordam qilingizlar. Sizlar yordamlaringizga biz juda muhtojmiz. Sizlarga hamisha sizlardan doim minnatdormiz. Rahmat sizlarga. Yana bu yog'iga ham, 3-operatsiyalarga ham yordamlaringizni ayamangizlar. Hamisha sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Sizlardan doim minnatdormiz. Sizlar uchun doim duodamiz bizlar. Rahmat sizlarga, sog' bo'lingizlar.